Farzandingiz tishlarining qiyshiqligi yoki ularning kech chiqishi har doim ham vitamin D yoki kalsiy bilan bog'liqmi? Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ota-onalar shu kabi muammolar bilan keladi. Farzandim 1 yosh, hali tishi chiqmadi yoki farzandimning tishi qiyshiq. Shu kabi muammolarni ko'pincha stomatologlarga va pediatrlarga murojaat qilishadi. Buni har doim ham vitamin D yoki kalsiy bilan bog'lashadi. Lekin buni sabablari juda ham ko'p. Kelinglar shu haqida bugun gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda tish chiqish sxemasi, ya'ni normasi bilan tanishib chiqamiz. Undan keyin tish qiyshiqligiga sabab va tishni kech chiqish sabablarini ko'rib chiqamiz. Hamda vitamin D va kalsiyni qanaqa miqdorda to'g'ri berish haqida ham gaplashamiz. Tishlar o'zi qachon chiqishi kerak? Sut tishlari odatda ayol homiladorligi paytida rivojlana boshlaydi. Ya'ni embrion paytida sut tishlarining o'rni rivojlanadi va bola 6 oyligidan boshlab 12 oygacha sut tishlarining dastlabki birinchisi chiqishi kerak. Lekin bu hammada ham bir xil emas. Ba'zi bir bolalarda 4 oylikda chiqishi mumkin, ba'zi bir bolalarda esa 1 yoshida endi birinchi tishi chiqishi mumkin. Bu ham norma hisoblanadi. Amerika Pediatriya akademiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bola 1 yoshgacha birinchi tishi chiqishi kerak. Undan keyin chiqsa bu o'sha kechikish hisoblanadi. Bolaning tishini chiqishi har doim ham vitamin D ga bog'liq emas, birinchi navbatda genga bog'liq ham bo'ladi. Ya'ni ota-onada tish chiqishi voqli yoki kech kuzatilgan bo'lsa, bolada bu ham takrorlanishi mumkin. Endi esa tishlarning qiyshiq chiqishi yoki qiyshiqligiga olib keluvchi sabablar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bu irsiy omil, ikkinchisi esa bu o'sha jag'ni fiziologik noto'g'ri rivojlanishi, ya'ni jag'ning kichikroq bo'lishi. Uchinchisi esa bu organizmda vitamin D yoki kalsiy miqdorining kamayishi, noto'g'ri ovqatlanish, har xil kasalliklar. Undan tashqari eng ko'p uchraydigani bu bolalarda so'ska emishi natijasida tish qiyshiqligi ko'plab uchraydi. Ota-onalar bunga o'z vaqtida ahamiyat berishmaydi. Keyinchalik bola o'zi 4-5 yosh bo'lganda buni orqasidan qiynaladi, chunki tishi qiyshiq bo'lgani hisobiga talaffuzda ham keyinchalik qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik bolalarda so'skadan tashqari barmoqni so'rish refleksi ham bor. Bu ham juda noto'g'ri. Shuning uchun farzandingizga o'z vaqtida e'tiborliroq bo'ling. Ba'zan tishlarning kech chiqishi bu jiddiy kasallikning sababi hisoblanadi. Birinchi navbatda bu gipotireoz bo'lishi mumkin, ya'ni qalqonsimon bez gormonining kam ishlab chiqarishi. Buning natijasida farzandi bo'yi pasayish kuzatiladi. Undan tashqari tishlarning chiqishi ham pasayishi, ya'ni orqada qolishi kuzatiladi. Ikkinchi navbatda esa bu albatta organizmda vitamin D miqdorining keskin pasayib ketishi. Bunda raxit rivojlanadi, bolada suyaklarning o'z vaqtida o'smasligi, undan tashqari tishlarning emal qavatini yuqalash ham kuzatilishi mumkin. Vitamin D o'zaro kalsiy bilan bog'liq hisoblanadi. Vitamin D pasayish natijasida esa kalsiy ham keskin pasayadi va buning natijasida ham tishlarning kech chiqishini kuzatishimiz mumkin. Bugungi kunda tish qiyshiqligi yoki kech chiqishidan tashqari bolalarda, ya'ni tishi ustidagi emal qavatining gipoplaziyasi ham ko'proq kuzatilyapti. Bunga olib keluvchi sabablar ona o'sha homiladorlik paytidanoq vitamin D tanqisligi kuzatilgan bo'lsa, har xil o'tkir infeksiyalar bo'lgan bo'lsa, bola tug'ilgandan keyin unga shu vitamin D miqdori kam kiritilgan bo'lsa, ya'ni yetishmovchiligi natijasida ham emal gipoplaziyasi kelib chiqishi mumkin. Buni natijasida esa emallarning zaiflashuvi, tishlarning sinishi, qiyshayıshi, undan tashqari milklarni qonashi ham kuzatilishi mumkin. Tish chiqishi uchun eng muhim oziq moddalar bular albatta oqsil, vitamin D, vitamin A, vitamin C, undan tashqari kalsiy hisoblanadi. Bolani ovqatlanish ratsionini to'g'irlash kerak va shu kabi moddalar bilan boyitish kerak. Shundagina tish ham o'z vaqtida chiqadi va har xil qiyshiqliklar kuzatilmaydi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar farzandingiz 1 yosh bo'lsa, hali ham bitta ham tishi chiqmagan bo'lsa, ko'p terlasa, undan tashqari har xil yondosh boshqa kasalliklar kuzatilsa, bola ishtahasi pasaysa, kam uxlasa, shunda shifokorga murojaat qilish kerak. Vitaminlar
vitaminlarni o'z boshimchalik berish kerak emas. Albatta, vitamin berishdan oldin tahlil o'tkazish kerak. Tahlillar natijasiga qarab, to'g'ri dozirovkada vitaminlarni berish kerak. Farzandingiz organizmidagi vitamin D va kalsiyni normallashtirish uchun sizga Vitav mahsulotini tavsiya qilaman. Aynan shu mahsulot bo'lmasa ham, shu tarkibli boshqa mahsulotdan foydalanishingiz mumkin. Eng asosiysi, farzandingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Shu kabi foydali va qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Vitav YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.